Assalomu alaykum. Qadrli, hurmatli obunachilar, mijozlar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Xudo xolasa mana yangi obyektlarimiz o'z egalariga topshirildi. Bu yerda manzili Farg'ona viloyati Yazyovon tumani Soyyon MFda bo'ldi. Xo'p, bu yerga общий alyumin zolotoy dub bir qavat oq ayniyda doimgidek Akfa original mahsulotlariga eshik romlarini o'rnatib berganmiz. Bu tomonda ham bor. Bular teraska fasonda bo'lgan uyda zali. Xo'p, bu yerga ikkita katta rom, bitta gluxoy rom, ikkita eshik o'rnatib berganmiz. Bularning razmeri bilan batafsil tushuntirsam, u tomondagi katta romimizdan boshlasak 250 ga, balandligi 218 bo'lgan. Xuddi shunaqa romdan ikkovi bir xil, to'rt ko'zli, bittasi ochiladi. O'zgartirishlarni termo ruchkalarini qo'yib, romlariga 80 lik Akfa plasmassa ispanlitel ruchkalarini o'kinliklarni qo'yib berganmiz. Xo'p, eshik razmerlari 1.10 ga, balandligi 281 bo'lgan. Eshikning liniyalariga e'tibor berasizlar, bitta qilib yuborganmiz. Bir xilda ketishlik uchun eshigimizni ochilish qismini o'zi 220, 218 bo'lgan. Xo'p, keyingi romimiz 1 metrga, balandligi 218 bo'lgan. Romlarning bo'yi bir xil. Eshikda aytganimdek, bu ham bir xil, 1.10 ga 281. Xo'p, asosiy ochilishlar 63 sm, keyingisi 38 mi shuna atrofida. Xo'p, bir xil bu tomoni ham aytib o'tganimdek, bir qavat oq ayni 35 lik padagonlari bor. Bu tomonda ikkita romimiz bor. Xo'p, bularning razmeri 1.25 ga, balandligi 1.56 bo'lgan. Ikki ko'zli fasonda katta ochilish bilan bunda ham 35 lik padagonlari bor. Hop, naryoq tomonda bitta bakovoy eshigimiz ham bor. Buni ham bular tashqaridan ko'rinishlarini ko'rsatib o'tamiz. Hop, bu tomonda bu sal qorong'uroq mehmonxonaga kirish eshigi. Hop, bu tomonda bitta romi bilan ikki qanotli 1.10 lik eshigi bor. Общий uzunligi adashmayotgan bo'lsam 2.10 bo'lgan. Balandligi bunga 1.60. Hop, eshigimiz polniy uzunligi 2.35 bo'lgan. Xuddi shu holatda bo'ldi. Romlarda eshik ruchkalari o'zgarishlari ichida shu holatda bo'ldi. Uni ichkaridan ko'rinishlarini ham bir qator ko'rsatib o'taman. Xo'p, ichkari ko'rinishlarimiz xuddi shu holatda. Aytib o'tganimdek, ichkari ko'rinishlar razmerlari aytilgan. 35 lik zolotoy padagonlida. Ruchkalarimiz aytganimdek, xo'p. Mana shu yerda Akfa pechatlari bilan xudo xolasa 80 lik ispanlitellar bor. Bu yerda ham mana ispanlitel o'zida ham pechatlari bor. Xudo xolasa buni mustahkamligi zo'r. Qisi yopib ushlashlari, bu tomonlari zich yopishlari yaxshi. Plus o'sha aytganimdek qishki yozgi rejimlari ham bor bu tomonda. Cheskirani bilan moslasa bo'ladi. Hop, ochilishimiz o'zi 1.50 bo'lgan, qanotni ochilishi. Shu holatda bitta liniyada olib ketganmiz. Eshiklarimiz ruchkalari termo komfortli ruchkalardan bo'lgan, xudo xolasa. Ochilib yopilishlari yengil holatda, bu tomonlari ham zich holatda. Akfani o'zini zamok ruchkalaridan. Hop, mana silindrli zamoklar. Hop, padagonning kirishkalarigacha bor, xudo xolasa. Bu yerga katta yorug'roq bo'lishligi uchun bitta seli oyna qilib berganmiz. 1 metrli romimiz. Hop, bu turishi ham xuddi shu holatda. Ochilib yopilishlari bir qo'lda yengil holatda bo'lgan. Qulflanishlari ham xudo xolasa yengil. Taylari alkafon bo'lgan. Sababi bu yer quyoshga qaragan, ertaga rangi o'zgarib ketmasligi uchun hamda mustahkamligi uchun alkafondan foydalanganmiz. Bu tomonlari ham o'sha xudo xolasa ko'rib turganlaringiz Akfa o'zining mexanizmlari bilan. Xo'p, petlilari ham hammasi Akfa'ning o'zining mahsulotlaridan bo'lgan. Xo'p, bu yerimiz общий summasi hammasi ko'rsatib o'tganimizdek 16 million 800 ming so'm bo'ldi. Olib kelib o'rnatib berish hamma yo'g'i ichida bo'lgani Akfa original mahsulotlariga bo'lgan. Xo'p, naryoq tomonda ham ichkaridan bir qator ko'rsatib o'taman. Bu tomondagi darvozadan kirishga o'ng qo'lda mehmonxonamiz eshigi. Buni ham alkafon qilganmiz. Ichkari ko'rinishlari bu yerda polio bo'lgan, iloji boricha yaxshiroq ko'rsatib berishga harakat qilaman. Hop, mana xudo xolasa
chiroyli holatda bo'ldi. Patagonilari bu yerda ham bor. Penalari полностью patagonli taylari yonlarigacha aylanasiga sepilgan. Ipilus eshikning yonlaridan ankel boltlari qatirilgan. Duvorlarimiz pishiq ekan, shuning uchun imkon qadar moslab berdik. Bu yerda ham pol yo'q, shuning uchun uzoqroqdan bo'lsa ham ko'rsatib o'taman. Bu mexanizmlar ham akvaplast ruchkalardan bo'lgan. Bunda ham 35 lik patagonilari bor. Xo'p, xudo xolasa shu holatda bo'ldi. Mana yo'q, mana yaqin kadrdan ham ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, kimga shunaqa eshik-romlar kerak bo'lsa, bemalol o'zimizga murojaat qilaverasizlar. Ishlaring chiroyli qilib borib o'rnatib berish harakatini qilamiz. Ekrandagi nomerlarga murojaat qilaverasizlar. Telegram, WhatsApp bor. Hammaga kattakon rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.